Ye. Salom. Ha, choshqa ketasiz. Salom. Yaxshimisan? Siz? Uy ketyapti. Nima qilibsan o'zing? Ha, ishga ketyapman aka. Kecha qalay bo'ldi iftorliklar? Iftorlikka boribsiz-ku? Hamma bilganmi? Mahmud olib bordi, bir yutqizib qo'ydi. Gari o'zi uyimda ham yaxshi ovqat bo'ldi. Talashdi men bilan-da. Yo'q, nimadan sport ketib qoldi? Arzimagan narsa. Qo'chqorlarni aytadi, qo'ylarni sport ketib qoldi. Tepasida, oldida tishi bo'lmaydi dedim. Pastida bo'ladi, tepada mana ozgina keng bo'ladi. Oldida bo'lmaydi desam, u bo'ladi. Kuydirgan kallarni ko'rganman, tepasida ham pastida ham bo'ladi. Sportlab berdim men uni. Rostdan tishi yo'q ekan. Ha, tishi bo'ladi, menimcha. Ya sanam shunaqa deb o'ylaydi. Ko'pchilik shunaqa deb o'yladi. Oldida tishi bo'lmaydi. Mana shu oldida, tepasida tishi bo'lmaydi. Yo, aka, yanishyapsizlar. Men qo'y boqaman, qo'chqorlarim bor. Qo'y so'yganman, kalla kuydirganman. Ortida orqasidan tish chiqib turadi. U pastidagi tishini ko'rib, hamma tepasida ham bor deb o'ylaydi. Tepa qismida yarmigacha tishi bo'lmaydi. Aka, tishi bo'ladi. Gar o'ynaysizmi? Gar o'ynaymiz. Va shu garovlaring jonimga tegdi. Aka, men agar yutqizsam, men iftorlik qilib beraman bugun, boru. Aka, siz ochib turing, men adamga qilaman. Qarab turing, bo'ladi. Alo. Alo, ada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, uydamidingiz? Ha, uydaman. Ana shunda qo'chqorimni, shuni tishini ko'rib bering, tepasida tishi bormi, yo'qmi? Oldida Ulug'bek akam bilan sport ketib qoldi-da. Ha, tishi bo'ladi, tepasida ham. Siz ko'rasiz, aka. Qo'tdilar. Labay ada. Ha, o'g'lim, qaradim. Sen nima deganding o'zi? Men tishi bo'ladi dedim. Ulug'bek akam bo'lmaydi deyaptilar. Ulug'bek aka eshitayotdimmi? Sen yutibsan. Oldida, tepasida hammasi tishi bor ekan. Tishi bor ekan-ku. Qani, gromkiy qo'ychi. Ha, aytolman, oldida, tepasida hammasi tishi bor ekan. Aka. Bo'pti, bo'lmasam-chi bunday qilamiz. Boramizda hozir. Atay menga o'sha tish ko'rsatib bersin, tepasida, oldida tishini ko'rsatib bersinlar. Agar bo'lsa boru, men o'sha iftorlikdan tashqari yana $1000 beraman. Bo'ladimi? Bo'ldi, aka. Yutqizib qo'ysang, sen berasan. Bo'ldi. Bo'ldi, qani ketdik. Hozir to'xtab turing, adam ketib qolmay tursinlar, qo'ylarni olib chiqib. Telefon qilib qo'ying. Bo'pti, qil. Alo, ada. Ha. Qo'ylarni olib chiqib ketmay turing. Ya, tinchlikmi? Ha, Ulug'bek akam ishonmayaptilar baribir. Ya. $1000 dan gar o'ynab qo'ydim, ada. Sizga $1000 beraman. Ha, bolam, bekor gar o'ynabsan-da. Nega, ada? Oldin sen yutgin dedim-da, shu Ulug'bekning oldida yutib ketgin deb shunaqa degandim. O'zi men tishini ko'rdim, old tepasida tishi yo'q ekan-da. Voy, bo'lmasa ekanmi? Hech qaysida bo'lmas ekan. Voy, Endi o'zing to'lagin $1000.